Bir kuni bir marosimda onani farzandlariga bo'lgan mehri juda ham bir cheksizligi haqida ma'ruza qilib qaytayotsak, bir odam chekaraqa totib qor ekan. Yig'lab o'tirdim. Bir voqea o'zimning boshimdan o'tgan, shuni aytib bersam maylimi dedilar. Mayli, ayting desam, men pojarniy idorasida ishladim. Juda ko'p holatlarni ko'rdim. Bitta narsa, bitta holat juda ham meni esimdan chiqmaydi hozirgacha. Bir bizga qo'ng'iroq keldi, uy yonyapti degan. Borsak, haqiqatdan ham uy yonyapti, alanga suv sepyapmiz, o'chmayapti. Bir ona yig'lagancha talpinyapti o'sha yonayotgan uyga. Men nima bo'lgan holat tushunmoqchi bo'lib bordim. Onaga bunaqa holat aytishdiki, bolasi, beshikda qolgan bolasi, beshikda bayloq ekan, o'sha uyni ichida qolibdi. Shunga kirib olib chiqaman deyapti. Kirib bo'lmayapti. Biz ham kirolmayapmiz. Ona bolam deydi, o'shadan ketib qoladi yana. O'sha kelganda yana bolam deb intiladi, odamlar ushlab oladi. Bir muddat beparvo qolibmiz hammamiz. Ona bolam deb kirib ketdi. Biz yana ham suvlarni sepib o'chirdik uyni. Kirsak, hamma uyg'onib ketgan, beshik chachilib yotibdi. Ona bechora bolani yechaman beshikdan deb beshikni sindirib. Lekin oxiri eplolmay qolgandan o't o'z kuchini ko'rsatgani uchun bolani yuzini yashirib, bolani ustiga yiqilib, to'sib o'sha bolani yuzini. Ona ham, bola ham yonib ketibdi. Lekin onani avaylab olsak, bolani yuzi yonmagan ekan. Onani mehrini qarang. Yonib turgan o't, o'lim aniq. Shunga ham bolam deb kiryapti deb aytib bergandi.